$100 ma'lumotni mutlaqo tekinga olaman desangiz, hokimiyatning 48 kitobini o'qishni maslahat beraman. Sababi $100 emas, uning ichida kerak bo'lsa $1000 ga arziydigan ma'lumotlarni mutlaqo tekinga olishingiz mumkin. Sizga aytgancha bu kitobni o'qing. Agar siz odamlarga juda ham ko'p gap sotadigan bo'lsangiz, bu kitobni o'qisangiz juda ham ko'p ma'no va mantiqiy va kamroq gapirishga harakat qilasiz. Sababi bosh vagon o'zidan shovqin chiqaradi. Shuni unutmang. Aytgancha sizga bu kitob haqida gapirdim. Bir jumlani sizga keltirib ketaman. Kerakli joylarni olib qolasiz degan umiddaman. Kitobdan o'qib beraman. Istaklar ko'pincha paradoksni vujudga keltiradi. Nimanidir qanchalik kuchli istasangiz, u sizdan shunchalik uzoqlashadi. Qo'lga kiritish qanchalik qattiq urinsangiz, unga erishish shunchalik qiyinlashib boradi. Istaklaringiz qanchalik kuchli qiziqa borsangiz, uni o'zingizdan shunchalik uzoqlashtirasiz. Bu sizda istakni haddan ortiq kuchli ekanligini bilan izohlanadi. Bu esa atrofdagi ehtiyotkorlik, ba'zan esa qo'rquvni paydo qiladi. Nazoratni qilmay istagan sizni ko'rimsiz va ojiz, ahamiyatsiz insondek ko'rsatadi. Siz o'zingizni juda kuchli istayotgan narsangizni yuz o'girishingiz, bunga nisbatan beparvoligingizni aytishingiz, bundan ehtiyot bo'lishingiz to'g'ri keladi. Bu kuchli reaksiya va bu sizni mo'ljallingizni, obyektni o'z muvozanatidan chiqarib yuboradi. Bu bilan siz undan munosabatingizni nisbatan javob o'laroq harakatlarni uyg'otasiz. Aytgancha, bunda gaplarimda kimdir ma'no topgandir, balki topmagandir. Qisqacha qilib aytganda, hammamiz muvaffaqiyatga erishishni xohlaymiz. Muvaffaqiyatni o'ylab yo'lda asosiy jarayonni unutib qo'yamiz. Jarayondan zavq olishni unutamiz. Ya'ni siz nimadir buyurtma qildingiz yoki eng qimmat smartfon oldingiz misolda, bungacha bo'lgan yo'l, gap smartfonda emas, bungacha bo'lgan yo'l muhim. Sababi bu smartfon olgunizcha qanchadir mehnat qildingiz, lekin olganingizdan keyin bu smartfonni siz aytgandaqa ishlamasa, funksiyasi ishlamasa, ungacha bo'lgan yo'l qizig'i bo'lmaydi. Ya'ni qiyinchiliklaringiz, kerak bo'lsa shodligingiz, boshqa shunaqa narsalar. Aytgancha, iloj bo'lsa maslahatim Hokimiyat 48 kitobini olib o'qing va sizga juda ham ko'p foydasi tegishini bilaman. Aytgancha, agar kanalimda yangi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Izohlarda qadrli va qadrdon do'stlarim, qadrli fikrlaringizni yozib ketinglar. Men mediada hali yo'nalishimni topmadim. Kimgadir foydali bo'lishi uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilib ko'rmoqchiman. Iloj bo'lsa, kanalda yangi bo'lsanglar, qo'llab-quvvatinglar. Aytgancha, agar sizni narsalaringiz, mahsulotlaringiz reklama qilish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Sizni mahsulotlaringizni qo'ldan kelgancha videomiz ichida reklama qilib ketamiz. Juda arzon narxda, kelishilgan narxda qilib beramiz. Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Aziz Muhammad Karim bo'ldi. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Aziz Muhammad Karim YouTube kanalida. Sog' bo'lasizlar degan umiddaman.